سرخط اخبار: نگرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از حضور چین در بگرام. Badaxshon viloyatida hibsga olingan madaniy faol hibsda qolishi davom etmoqda. گرم شدن روابط طالبان و تاجیکستان. Afg'oniston xalqining ravoni qiyinchiliklari, davomli savoshlar va iqtisodiy vaziyat ta'sirida ko'paymoqda. و جبهه آزادی ادعای حمله بر طالبان در ولایت قندوز. Va Ukraina Jumhur boshlig'i Volodimir Zelenskiyning Turkiyaga tashrifi. مشروع اخبار، خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که چین در پایگاه هوایی بگرام حضور دارد. ترامپ این اظهارات را در سخنرانیش در پایگاه نظامی آمریکا در قطر بیان کرده است. او افزوده است که آمریکا باید پایگاه بگرام در ولایت پروان در شمال کابل را حفظ میکرد، چون تنها 1 ساعت با چین فاصله دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در این سخنرانی اضافه کرده است که از افغانستان خارج می شدم ولی با قدرت. این در حالی است که دونالد ترامپ چند هفته قبل نیز در سخنرانی کاخ سفید رها کردن بگرام را غم انگیز خوانده و گفته بود که پایگاه هوایی بگرام اکنون در اشغال چین می باشد، موردی که طالبان آن را رد کردند. Badaxshondagi manbalarning aytishlaricha, toliblar bu viloyatning bir yashovchisini ijtimoiy va madaniy faoliyatlari uchun hibsga olgan. Manbalarning Sadoy Afg'onistonga ta'kid qilishicha, toliblar bu kishini 2 kun oldin Argul suvolligining Barlos qishlog'idan ushlaganlar. Manbalarning ma'lumotlari asosida bu kishining ismi Imdodul Haq Turoldir va toliblar uni o'zbek tili va adabiyoti sohasida faoliyat qilganlari uchun ushlab hibsga olgan. Badaxshondagi toliblar hanuzgacha uning nima dalilda ushlagani to'g'risida tafsilot bermaganlar. Aytish kerakki, toliblar Afg'onistonga qayta tasallut topishlari bilan har doim madaniyat va ta'lim sohasidagi faollarni ushlaganlar. Ushbu mavzu to'g'risida hurmatli Xodimo'g'li Samangoni janoblardan eshitamiz. Salomlar Xodimo'g'li sep. Salom bo'lsin Yasir sep o'zizga, Afg'oniston sesini eshitkish xalqiga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ta'sif bilan seshanba ro'z toliblar o'zbeklarni yo turklarni farhangi va adabiyat sohasida bir yosh faolni qamoqxonaga olib ketgan. Bizde manbalarimiz Badaxshonda ta'kid qiladiki, Imdodul Haq Turolni toliblar bidun qaysi bir dalili qonuni yo bidun bir marja'i qonuniy yo bidun bir asnod qonuniy qamoqxonaga olib ketgan. Ko'proq unda manbalarimiz ta'yidi, men manbalarim bilan so'zladim va fokuslari ko'proq unda bo'ladiki, tojik toliblarda bu saharaga ko'proq narsa bor. Hatto manba ta'kid qiladiki, bu masala shaxsan Fasiuddin Fitrat Afg'onistonda difo vazirini Luidresizini tayini bilan bo'lgan degan bir masalani manbalar ta'kid qiladi. Ta'sif bilan filholgacha biz Niyodoy baynalmilalidan, Niyodoy omiy faoli nimadani yo Niyodoy Zerabki shu qadroyaga Afg'oniston masalasiga daxil bahodir bebudi vaziyati sharoiti badiki faolin madaniga keladi, faolin ijtimoiga keladi, faolin farhangga keladi yo jami rasonalardan baxotir turklik uchun ki bu yosh bir turk sohasiga, turk adabiyotiga, turk farhangiga faoliyat qilish uchun bir voqinish rasmiy yo bir talosh rasmiy ki bu odam toliblarning qo'ldan ozod bo'lsa yo toliblarning qo'ldan xalos bo'lsa, shunday bir sharoitda biz hozir shohid emasmiz ta'sirda. Shu hozir qayerdadir bu do'stingizga siz aytib o'tdingiz, Imdodul Haq Turol Badaxshonning markazidan olib ketganman yoki ulusvollikka hibsga olinganman? Badaxshondagi bizning manbalarimiz ta'kid qiladiki, buruz soati 10:25 daqiqada toliblar Argul suvolini amniyatidan Imdodul Haq Turolni Fayzobod amniyatini markaziga intiqol bergan. Buruz Badaxshon intiqol bergan, ammo hanuz sharoiti noma'lum, mardum ko'ralgani yo'q. Hatto toliblar mutanaffizin mardumiga majmui faolin turklar ki baxotiri bir jo'yoy ahvol Imdodul Haq Turol Argu amniyatiga ulusvoli Arguga borib tekan, qaybiran natijasi yo'q, toliblar ijozat bergan yo'q, hatto ko'rishgan uchun
Fayzobod masalasiga ham shu qissa bir ro'z Fayzobod intiqol beribdi, ammo tofilhol na oila a'zolari, na o'rtoqlari, na bir faol, na bir mutanaffis Imdodul Haq komyob bo'lgan yo'q. Imdodul Haqni ko'rarsa ta'sub bilan sharoiti ko'p vahim va sharoiti ko'p xarob deb ma'nolar bizga ta'yid qiladi. Bu Imdodul Haq To'rolni jirmi nima ediki bu toliblar tarafidan olindi va hatto oilasini, do'stlarini izn bermabdi ko'rsa va hatto oilasidan aytasizki kimsa shu hozirgacha ko'ra olmagan deysiz. Xudarku turklarni ko'proq bir jurmlari, ola jurm emas, turklar istibdodi hokimiyat bilan g'ayri qobillaşdi. Bu turklarni qoniga, tamadduniga, tarixiga bir masala muhim. Ya'ni Imdodul Haq To'rol be xotir shujoat faoliyat turkona, ulam faoliyat farhangi va adabi sarasida faoliyat qilib kelgani va istibdodga tan bermagani, istibdodga g'ayri qobillaşdi bo'lgani va be xotir ta'oli va taraqqiy tamaddun o'zbeklar yo turklar Badaxshon sohasiga faoliyat qilgani ko'proq shu masala dalil bo'lganki toliblar uni ushlasa. Imdodul Haq To'rol na siyosat pesha edi, na vazir, na bir odami xilof qonun, na bir odami xilof usuli madaniyat raftor qilgan. Tanho jurmi shuki bir to'r o'zbekona faoliyat qilibdi va turkona xohlaydi Badaxshonga turklarni farhangini rus desa, boshqa hech bir mantiqiy jurmi yo'q. Bundan oldin ham bu Imdodul Haq To'rol ajabo tahdid bo'lgan edimi yoki axtor berilgan edimi bu ilgari aytib o'tgan kishilar tarafidan? Ya'ni Badaxshonga bir farhangiga hokim bo'lgani uchun 20 yil jumhuriyatda yangilikka boshqa sohalarga yo boshqa background siyosiga, boshqa majmuaviy siyosiga idomiy faoliyati turkona g'ayri qobil pazirish. Ya'ni ular hiros qiladi Badaxshonda bir muddat do'boradan so'ng yana do'bora faoliyatoy farhangiy va adabiy va tarixiy turkona o'rtaga kelgani uchun bali beduni tardid bizning Badaxshondagi faollarimiz, turklarning Badaxshondagi yosh kadrlari, turklarning Badaxshondagi faollari tahdidlar bilan muvojih edi. Hatto Mas'ud Temurni Sado Afg'oniston bahsi intiqol buni ustiga fokus qilgan hatto Mas'ud Temur Imdodul Haq To'rolni nazdik o'rtoqlari bular jam'an tahrib bo'lgan va hatto avzalargacha toliblar bularni jalb qilgan. Bunday tahdidlar yoda hibsga olishlar, ya'ni o'zbek faollarini, yigitlarni faoliyatlarini to'xtata oladimi? Men yanga siz bir masalani matrah qildim. Sizga inon takroran aytaman, turklarning qomusida istibdodi hokimiyatlar bilan, istibdodi rejimlar bilan turklar g'ayri qobillaşdi. Imdodul Haq To'rol yo 100 ta yo 1000 ta yoshi degani bular oparib qamoqxonaga solsam turklarni bu angizasini baynan olib ketolmaydi. Ammo baxotir bir pazirishi majmui qonunmadori dunyoy madaniyat bu masalalar xilof usuli madaniy, xilof usuli jamiyaviy, xilof usuli insoniy va farhangi. Shu sababdan agar toliblar yo bir majmui tojikoni ki unda bor hatto ko'proq bir ideologik qavmi bilan bu Imdodul Haq To'rol giriftor bo'lgan. Ideologik mazhabiy tolibonizm bilan emas. Hatto bizning ma'nolarimiz ta'kid qiladiki, Fasihuddin Fitrat shaxsan bu masalaga daxil o'zi afrodlariga amr berganki shu odamni ushlangan deb. Endi bu masalalar turklarning yoshlarini faoliyatini mutawaqqif qila olmaydi. Baxotir bu uchunki turklar va turklar 40 yil ilgari turk emas, turklar tunayingi turk emas. Bugungi turk, o'zbeklar bugungi o'zbek madaniyat biladi, qonun biladi, usuli muborazani biladi va usuli jamiyani biladi. Shu sababdan sizcha bu To'rol Fasihiddin ya'ni liderisiz toliblarning tarafidanmi hibsga olingan? Biz emas, bizning Badaxshondagi manbalarimiz ta'yid qiladi. Badaxshondagi manbalarimiz rasman ta'yid qiladiki, Fasihuddin Fitratni rasman o'zini qo'li bor. Hatto ta'yid qildiki, shu baxotir ideologik qavmiy uchun Fasihuddin Fitratni o'zini qo'li bor bo'lmasa bir majmui mutanaffis zargudan borgan va Toliboy mahalliga u majmui mutaaffizni so'zlari, harflari, darxostlari mutasir. Ammo mushkil qaziya berki, bu bir strategik shaklda markazdan mudiriyat bo'lgani uchun Fasihuddin Fitratni tarafidan mahalliy toliblar bu masalaga javob qaytarilgan yo'q hozirgacha.
Shu hozirgacha toliblar rasmiy idoralari acaba bu to'g'ri hibsga oldilar. Bir narsalar dedimi buni oilasiga yo do'stlariga? Shuni ilgaroq aytib o'tdingiz, Temur janoblari hamki do'stlari bilan barobar ketgan toliblar idorasiga ulardan istaganki buni nega hibsga oldilaring deb. Acaba bir narsalar deganmi u do'stlarga? Hech javob bergani yo'q, hatto ijozat bergani yo'q oila a'zolari bilan ko'rishsa. Ta'sir bilan mahalliy toliblar ham bu masalaga tafsili vazohat matbuot yo rasona sanasiga matrah qilgan yo'q. Shu sababdan men aytaman, bu karizmatik strategik tarzi bo'lgani uchun Fasiddin Fitrat osonlikka toliblarni mahalliy mas'ullari matbuot va rasonaga ishlagan kishilarga ijozat bermaydiki bu masaladan bir necha deb so'zlasa. Nazarimcha avzosi to'g'ri ko'p vahim, baxotirki manbalar ham shuni ta'kid qiladi. 2 ro'ziki toliblarni qamoqxonasida bor ekan, ko'p aziyat bo'lgan, ko'p shikanja bo'lgan, g'ayri usuliy, g'ayri qonuniy ko'p raftorlar, g'ayri mantiqali toliblar ta'mil qilgan. Ko'pdan ko'p tashakkur xodim o'g'li janoblari. Hazrat Yosef sizdan va Sadoy Afg'onistondan minnatdormiz. Kattakon rahmat. Salomat bo'ling. نشریه اوراسیانت در تحلیل گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان به گونه آهسته و پیوسته در حال گرم شدن است، اما این روند از سوی هر دو طرف با احتیاط دنبال می شود. این نشریه افزوده است که با وجود اختلاف‌های سیاسی میان دو طرف، کابل و دوشنبه روابط خود را مثبت ارزیابی کردند. این تحلیل پس از آن منتشر شد که روز گذشته هیئت از شرکت برقرسانی یا برشنای زیر اداره طالبان برای شرکت در نشست پروژه کاسا 1000 به پایتخت این کشور سفر داشتند. در این تحلیل آمده است که تاجیکستان و طالبان از گروه‌های مخالف یکدیگر حمایت کردند. قابل ذکر است پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، این دومین هیئت رسمی طالبان است که به تاجیکستان سفر می‌کند. تهدیدهای مرزی، قاچاق مواد مخدر، گسترش افراطگرایی و حمایت از تاجیک‌های افغانستان دلایل شمرده می شود که دوشنبه تاکنون با طالبان وارد تعامل نشده است. Xalqaro sog'liq tashkilotining aytishicha, yillar bo'yi bo'lgan savoshlar va iqtisodiy qiyinchiliklar Afg'oniston ravon sog'ligiga og'ir ta'sir tashlab, Afg'oniston xalqining aksariyatini afsardalik, iztirob va stress gibi ravoniy qiyinchiliklarga duch qilgan. Xalqaro sog'liq tashkiloti bir guzarish tarqatib va Yevropa Birligi himoyati bilan ravon sog'ligi to'g'risida hayot qutqarish va ravoniy ijtimoiy himoyati dasturini ko'p zarurati bo'lgan kishilarga ijro qiladi. Bu tashkilotning ko'paytirishicha kasalxonalar, ijtimoiy markazlar, ta'lim ko'rgan sog'liq bo'limi ishlovchilari, maslahat guruhi darmon va stressni boshqarish yig'inlari mamlakat bo'ylab minglarcha kishiga ijro qiladi. و اینکه جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله در کندوز را بر عهده گرفته است. جبهه آزادی افغانستان با انتشار یک ویدیو و بیانیه مسئولیت حمله در ولایت کندوز را بر عهده گرفت. بر اساس این بیانیه نیروهای این گروه به یک ایست بازرسی طالبان حمله کرده که به کشته شدن 2 نیروی امنیتی طالبان و زخمی شدن 2 تن دیگر منجر شده است. بر اساس اعلامیه این گروه در این حمله که در حوزه اول شهر کندوز انجام شد 2 تن کشته و 2 تن نیز زخمی شدند. مقامات طالبان در کندوز تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. این در حال است که رسانه‌های افغانستان روز گذشته از انفجار در کندوز خبر داده بودند. Ukrayna Cumhur boshlig'i Volodymyr Zelenskiy Rossiya bilan sulh muzokaralariga ishtirok etish uchun Turkiyaga kelgani aytiladi. Turkiya yetkazmalarining ma'lumoti asosida Zelenskiy bugun payshanba tushdan keyin Rossiya va Ukraina o'rtasida davom etayotgan urushga chek qo'yish uchun bu mamlakatga safar qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Zelenskiy birinchidan Turkiya davlat rahbari Rajab Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashadi. Rossiya Cumhur boshlig'i Vladimir Putin ushbu yig'ilishda qatnashmagan. Volodymyr Zelenskiy bundan oldin Rossiya va mamlakat o'rtasida necha yildan beri davom etib kelayotgan urushni tugatish uchun har qanday muzokaraga tayyorgarligini aytgan edi.
تشکر از توجهتان به اخبار این ساعت. خداوند نگهدار.